Yakkasaroy City Mall жилой kompleksida navbatdagi 3 xonali 75 kvadrat metrga tushgan avtorskiy remontdagi xonadonimiz sotuvga qo'yildi. Mehmonxona qismi, televizor zonasini ko'rishingiz mumkin. Mana bu joyda katta 65 talik televizorlarimizgacha o'rnatib qo'yilgan. Juda ham chiroyli proyektda bitirib berishgan ekan. Mana buni bemalol xohlasanglar yotoqxona qilsanglar ham bo'lar ekan. Buni qarang. Bunaqasi bemalol surib, yana joyiga qo'yib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Xo'p, to'pli pollar o'rnatilgan. Mana bu joyda sanuzelimiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin. Hoffman brendiga taalluqli strelkalarimiz qo'yilgan. Juda ham sifatli remontda bitirgan ekan. Xo'p, mana bu joyda bitta detskiy yotoqxonamiz joylashgan. Bu ham juda ham chiroyli dizaynda bitirib berishibdi. Shkaflarga o'zingiz e'tibor qilib qo'yasizlar. Steklanli qilib juda ham chiroyli qilib berishgan. Xo'p, oshxonamizni ko'rib chiqamiz. Bu yoqda oshxonamiz joylashgan. Oshxonaning ham kuxonniy mebellari krashinni qilib qo'yilgan. Mana bu yoqda stol zonasi joylashtirib qo'yilgan ekan va o'zini navisnoy balkoni ham mavjud. Ko'rishingiz mumkin. Va bu yoqda kattalar yotoqxonasi joylashgan. Kartinkalarga o'zingiz alohida e'tibor qilib qo'yasizlar. Bu yog'imizda kattalar yotoqxonamiz. Bunda ham do'q panellari tayyor o'rnatilgan, televizorlargacha qo'yib qo'yilgan. Xo'p. Narxini va telefon nomerini opsiyada yozib qoldiraman. Kerakli ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi.